Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah'ın rahmet selamları hamdeylen olsun. Allah subhanahu ve teala hamdeylen hatırcığım selamet olsun. Bu Şaban yani Şevval ayında 6 gün roz tutuş doğruluk bir sual kelgen ayrım xanaga. Bunun cevabını emmeylerine ortak paydalanıp kılış için topluyorlar ettim. Ramazanda biz bir ay Ramazan rozdan ibaret farz bo'lgan rozini ado qilib bo'lgandan keyin Şevval iyi yani Şevval iyi degan Ramazan tugagandan keyin ro'za hit keladi. Shu ro'za hit iyi Arabchada Şevval iyi deb ataladi. Bu ayda 6 kun ro'za tutish nayati ulamalar sunnat yoki mustahab deb qaraydi. Chunki hamda buningki ajri savobi intayin ko'p. Şu Şevval ayda Ramazandan keyingi ayda 6 kun ro'za tutgan odam uchun to'liq bir yillik ro'za tutganninki ajr savobi yoziladi. Bu to'g'rida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde aytgan, bir kishi yani bir musulmon Ramazanda ro'za tutib, Ramazandan keyin Şevval ayida 6 kun yani ro'zani agashtirib 6 kun ro'za tutsa, yil bo'yi ro'za tutgan o'xshash ajr savobga erishadi. Yani bu yerda bu qandaq masala desa, men jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Yani inson bir yaxshilik qiladi ekan, bir yaxshilikqa 10 dan ajr savob beriladi. Unda bo'lgandan Allah subhanahu va taolo bizga bir ay 30 kun Ramazonda ro'za tutsak, har bir kunlik yaxshilikqa 10 dan yaxshilik hisoblasa 30 kunlik 300 kunga barobar. Şevval oyida 6 kun ro'za tutsak, bu 60 kun. Şuningla 360 kun bir yil ro'za tutgandan keyin ajr savob bo'ladi demak. Yani Ramazan ayida ro'zani tutib, ondan keyin Şevval ayida 6 kun ro'za tutgan odam yil bo'yi ro'za tutgandan keyin ajr savobiga erishadi. Ba'zi ulamalar shu bir yil farz ro'za tutganning ajr savobiga barobar bo'ladi deb qaragan. Chunki hamda nafl ro'za tutsimi, buningda umuman har bir yaxshilikninki o'zining 10 barobarida ko'paydiganligi to'g'risida hadislar bor. Ba'zi ulamalar inson kamchilikdan xoli bo'lolmaydi. Ramazon oyida 30 kunlik shu ro'zani ado qilish jarayonida mumkin insondan ba'zi bir xatolik, kamchiliklar sodir bo'lgan bo'lsa, Şevval oyida 6 kun ro'za tutish orqali bu Ramazonda yuz bergan kamchiliklar to'liqlanadi deb qarab, buningga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning insonninki qiyomat kuni avvalda hisob etilgan amallari farz amallardan namoz bo'ladi. Agar o farz amallari mukammal bo'lib qolsa, mukammal yoziladi. Agar namozdan iborat bu farz amal kam bo'lib qolgan bo'lsa dunyoda, Alloh subhanahu va taolo shu bandamninki nafl amallari bo'lsa, ya'ni nafl namozni ko'p o'qigan bo'lsa, akilib farz namozni to'liqlanglar deydi. Şunun o'xshash ro'zadimi farz ro'zada kamchilik bo'lsa, nafl ro'za orqali to'liqlanadi deb qaraydi. Buning ham dalillarni bayon qilingan. Umuman Şevval oyida ro'za tutish islom dinida yo'lga qo'yilgan. Buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadislarida og'zaki bayon qilgan va o'zi amaliyati orqali 6 kun ro'zani tutgan. Shuning uchun 6 kun ro'za tutsak, inshaalloh Ramazonda bir ay, Ramazondan keyingi 6 kunlik ro'za bir yillik ro'za tutgandan keyin ajr savobiga barobar bo'ladi. Endi bu 6 kunlik ro'zani qanday tutamiz desa, hamda ro'za hit kunisi, ya'ni ro'za bayram kunida ro'za tutish mutlaq cheklanadi. Ya'ni islom dinida yilda 5 kun ro'za tutish qat'iy cheklanadi. Ya'ni ro'za hit kunisi Qurbon hit kunininki 4-kunigacha 4 kun Qurbon hitda, ro'za hitda 1 kun, bu 5 kunda ro'za tutish harom bo'ladi. Ulamalar to'g'ri bo'lmaydi deb qaraydi. Chunki bu umumiy musulmonlarningki bayram kuni bo'lganlikdan hamma odam yemak ichmak bilan xushal-xuram o'tavasa, men ro'za tutdim deb umumiy musulmonlarning qarshisida ish qilish to'g'ri bo'lmaydi. Shunga yilda 5 kun ro'za tutish cheklanadi. Enadan boshqa vaqtida nafl ro'za tutish cheklanmaydi. Shunga biz ro'za bayrami, ya'ni bir kun bayramni o'tkazib o'tiblam, ertasidan boshlab tutsaqmi bo'ladi bu 6 kun ro'zani. Yoki 30 kun ham Ramazonda ro'za tutman, bir 4-5 kun bir aram elib bardigan yerlarim bo'lsa, birib mehmonlarim bo'lsa, uzitib qilib olib tutaman deb, masalan, bir haftani o'tkazib, mandaq tutsin bo'ladi.
yoki har haftaninki dushanba, payshanba kuniga to'g'rilab tutib har haftada 2 kun tutsimi, ya'ni 3 haftada tugaydi. Ishqilib, o'zininki amaliy ahvoliga qaysi muvofiq, qulay bo'lsa, shu shaklda Shavval oyi oxirlashib bo'lguncha 6 kun ro'zani tutsa bo'ladi. Aqmaq tutib etsin bo'ladi. Har haftada 2 kundan tutsin bo'ladi. Buningda bir kamchilik, cheklimi yo'q inshaalloh. Al-muhimi, samimiylik bilan Allohdan savob umid qilib, bu ro'zani ado qilsak, inshaalloh bizmi o'ylab boqmagan nurg'un ajr savoblarga erishimiz. Alloh hammalarni to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin va shariat ahkomlariga umumyuzlik amal qilishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.